Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 2 qismini anglatishni boshlaymiz. Alvatan ishqida yongan jangchi biz, mardoni biz, qas qilganni pas qilarmiz, g'olib biz, palvoni biz. Eldeki iş, altı oğrunun işi olmasın, inqilabga. Ular özlerinin inqilabi hükümetini kurup boptu. Esi 4 yıl, Manasboyda ötken 4 yıl. Burunrak kalsanlar çökaşki. Bizning qayg'ularimiz, fojialarimiz muncha ko'payib ketmasaydi. Yoshsun Osman! Biz Osmanning bandisi. Seriq ishlar izdan mangan kafirlarni o'ldiringlar. İnqilab qurbonlarini unutib qoldikmi? Altayni oson azod qildikmi? Ta'tir quyun chiqirayotganlarni nima qilib to'smaymiz? O'g'illar bilan tang maydonga chiqqan qizlarga salom. Barakalloh sizlarga. Yoshanglar vatanning qahramon qizlari. İnsonning do'stga mehr muhabbat, dushmanga g'azab nafrat bo'lmasa, uni qandoqmi odam degani bo'ladi? Birinchi bob. Hayvatlik tog'lar orasi. Shibqib kelayotgan dushman oldida polik komandiri Nizomiddin oldida toq turgan Anvarga buyruq qildi. Sening birinchi vazifang o'z batalyoningni boshlab, ko'k saladan aylanib o'tib, Sayranboyga tushish va Sayranboyga tushadigan eg'izdan chekingan dushmanga to'sib zarba berish. Ikkinchi vazifang shu atrofni tinchlantirish va Sayranboydagi yog'och uylarni dushmandan tozalash. Qandoq, tushundingmi? Yana izohlaymi? To'liq tushundim, yo'ldosh polkovnik. Amsi qayt. Nizomiddinning ishonch va qat'iylik bilan aytgan so'zlari Anvarni texmi sagiklashtirib, uni jiddiyroq harakat qilish tuyg'usiga elib keldi-da, u batalyonini boshlab ko'k salasi ichiga o'qdek kirib ketdi. Dushman batalyonning bu yoqqa qilgan yurishini to'ymasligi va batalyon belgilangan o'rniga tez yetib olishi kerak edi. Shunga taraslab ketib borgan otlarning oyog'i chimliq yerlarga, yangidan ko'kargan ko'k otlar ustiga tashlandi. Qism pam bilan shundoq oldirash ketib borsa-mu, tabiat manzarasi jangchilarning go'zallik tuyg'ularini uyg'otib, ularning ko'zlarini o'ziga jalb qiladi. Kunga yerlarning qorlari butunlay erib, ostidan hayotliq kun nuriga tashnoliq yetib ko'tarilgan o't cho'plar, soyning ishki yiqidagi osmonga bo'ysungan mag'rur qarg'aylar, tog' ustidan tushayotgan oq lentidek o'ynoq sharqiratmalar, ko'zlarni chaqnitib toshdan toshga urilib soyda eqiyotgan suvlar. Mana bularning hammasi kishilarning yurak orzularini dam-mudam do'lqillatadi. Jangchilarning ko'zlari mushu sehrlik tabiatda bo'lsa-mu, ko'ngillari manzilda edi. Nizomiddin 3 batalyonni jirolar, qoptallar bag'riga tarqitib, shibqib kelayotgan dushmanning oldini to'sib, zarba berishga, o'rlashga buyruq berdi. Jangchilar bir tip qarag'ay yoki biror parcha tosh yeniga yetib olishni o'ylaydi. Yetib oladi, biroq to'xtamay o'rlaydi. Tik mo'ng'atdi, o'milaydi, yer beg'irlaydi. Dushman o'qlari uchib keladi, to'plari portlab turadi. Nizomiddinning batalyon va rota komandirlariga bergan buyrug'i jangchilarga yetkazilib turadi. Ikki yonidagi qismlar shiddat bilan olg'a besinglar. Markaziy qism oldirmay o'rnanglar. Tog' ustiga joylashgan go'mindan qismlarining zambiraklari to'xtamay etiladi. Tushayotgan to'plar dahshatli portlab tog'larni titirtadi. Qora qoylar, tog' teraklari, qiyinlar qaraslab sunadi. Hatto bel o'ttirisidan, tuvidan, uchidan cho'rtli kesib tashlanadi. Ba'zilari yiltizlari bilan qo'mirilib bir necha metr yiroqlikka uchib tushadi. Buyruq o'xshashlik jaranglab turadi. Ikki yondagi qismlar shiddat bilan olg'a. Markaziy qism oldirmay. Dushman ko'zi butun tog'lar bag'rining lo'mildab ketganligini ko'rdi. Bu chog'da u 3 tarafdan qo'rshilib bo'lgan edi.
Shu chaqqicha faqat otmay o'rlagan qismning marganlari mana amdila qo'mindan zambirakchilarni challashga boshladi. Ular zambiraklarni tez-tez yutkaydi. Zambiraklar shundoq tez yutkilayotgan chog'da Anvar o'z batalyonini boshlab ko'k saloni aylanib Sayram bo'yiga tushdi. Sayram bo'yidagi yog'och uylarda qo'mindan qismlarining faqat orqa saf xizmatchilari bor edi. Ular shiddat bilan yetib kelgan qo'shinga qarshilik qilishga jur'at qila olmadi. Eshiklarni ochib berib, qo'llarini ko'tarib turishdi. Anvar batalyonini Sayram bo'yiga tushadigan tog' bag'ri atrofiga yo'shirib poylab yotdi. O'q ovozlari, gumburlashlar olinib turadi. Yo'ldosh komandir, biz kayindan hujum qilsak, oson yengilmamdi, dedi o'milab yetib kelgan Botir G'ozi. Bo'lmaydi. O chaqda dushman qora bosqanda qo'rqib, tantirab, qayoqqa etishni bilmay qo'l ko'taradi-da. Bo'lmaydi. Dushman bilan elishib turmasa, ishchi tutildab turadigan Botir G'ozi yana eg'iz ochdi. O yoqda chiqib, ko'p bo'ladigan bo'ldi-da. Bo'lmaydi. Anvarning cho'qur yuzi jiddiy tus oldi. Polkovnik buni o'ylamadi demsan. Sen deganda qilsak bo'ladi, biroq biz hujum qilsak dushman pitirab ketadi. Tog' ichi ularning nurg'unlarini yo'shirib qoladi. Bu taraf hozir o'choq anglayotamsan. Zambirak ovozlar bag'asiri yiqillayotdi. Ular chekinib, hozir oldimizga tushdi. Zoya qilmay, qirib tashlaymiz. Anvar muhofizatchisiga aytdi. O'ylarni tekshirib, tayyor qilinglar. Polik balki mushiyaga joylashishi mumkin. Mushiyada hordiq olamiz, tomoqlanamiz. Etishlar borgan sari yiqilib kelmoqda. Poylab yotganlarmu jiddiylashmoqda edi. Jangchilar g'o'lja ozod bo'lgandan keyin hozirgacha biror urushni boshdan kechirgani yo'q. Shunga urushni bek seg'ingan. O'zlarining tili bilan aytganda, tunugundan boshlab zerikishdan qutulgan edi. Zambirak ovozlari allaqachon o'chgan bo'lib, miltiq, pelimut ovozlarla poylab yotganlarning quloq tuvida olinishga boshladi. Chekinayotganlar ani kelyotdi. Kelib qoldi. Birdilla qiyiqas-cho'qan ko'tarilib ketdi. Yilroqda gumburlashlar tog'larni titratgan bo'lsa, amdilikda kuchli qiyiqas-cho'qanlar, jarongli qurra sadolari yer-ko'kni Sayram bo'yini larziga keltirdi. Ana chekingan go'mindan qismlari o'la tirilishiga baxmay, eg'izdan patmoy chiqib kelishga boshladi. Batalyon komandiri Anvarning topanchasidan uzilgan bir pay o'q osmonga chiqib charaslab yondi. Bu etishga berilgan buyruq edi. Etinglar, qirib tashlanglar. Barmoqlar harakatga keldi. Kurchuklar besildi. Xuddi egizlikdan toshdangal do'milatgandek qechib kelayotganlar to'xtovsiz etilayotgan o'qlar ichida tog' og'zidan pastga do'milab tushmoqda edi. Qirish toki go'mindan qismlari qurollarini tashlab, titirgan qo'llarini ko'targicha davom qildi. Go'yo qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandek etishish biraqli to'xtadi. Shuningdan keyin qismning shafqat hamshirlari uchun eng og'ir ish boshlandi. Ular asirga tushganlarning yaralarini tengishga boshladi. Bir vizvot jangchi 500 dan oshiq asirni oldiga selib, keng soyga elib mingandan keyin hamshira qizlar bir-birini qo'g'lishib Sayram yoqasiga tushdi. Xuddi osmonni yerga ko'chirib qo'ygandek ajoyib chiroyli ko'p-ko'k Sayram. Uning to'lqinlari qirg'oqlarga yenik urilatdi-da qaytib ketdi. Birining kaynidan biri kelayotgan ushshaq to'lqinlarning girvakka urilishi shunchalik yaqinlik va ko'rkam ediki, qizlarning maylini o'ziga tezli tortib oldi. Qayerlardadir xuddi mushu to'lqinlar sadosiga tankish qilingandek sharqiratmalarning bir xil ritmlik ovozlari anglashga boshladi. Qizlar u yer bu yerlarni oq ko'piklar qoplagan ko'p-ko'k Sayramga, yiroqlarda oqirib turgan hayvatlik tog'larga, qaramtul to'q yeshil qarag'ayliq qoptallarga zo'qlanib qarab, hissiyotlari qo'zg'alib ketgan edi. Va do'lqin kuchida siliqlanib ketgan ko'l girvikidagi toshlarni dasab qo'llarini suvga tiqdi. Yenik tavrinib kelgan do'lqin ularning putlarini o'shqog'icha ho'l qilaverdi. Qizlar andikib ketdi-yu, lekin huzur his qilishdi. Ular yog'liqlarini yuyishib, nemidir bir nima kamlik qilayotgandek nozliq va sho'xlik bilan bir-biriga suv chechishdi, qichuv qilishdi.
Qizlarning birisi yenidagi Hajar ismli qizga Rayhonning oq yog'liqini sharat qilib, "Rayhon, sening chiroyli yog'liqlaring ko'rinmaydi-ku", dedi ma'nilik kulib. Rayhon bir nima deydigicha Hajar, "Chiroyli yog'liq turamdi, buningda to'qiganlarni udulliq berib bo'ldi, ahtimolin." "Kimga berib bo'latdim? Egisigacha? Men sizlarga kuchuk chiqirib yog'liq to'qiyolmasam ya, navki gaplarni qilib." Rayhon andikanda qilgan bilan shundoq gaplarning davomlashishini xohlaydi. "Undaqda sizlar qo'linglardagi yog'liqlarni birsiga berish uchun to'qibsizlar ekanda?" "Albatta, biroq beradigan odamimiz yo'q, qo'limizda turibdi mana", dedi boyiqi qiz ochiq ko'ngillik bilan. "Shuning uchun tutib atdiq degina." Qizlar dunyosimi qiziq. Odatda yigitlar bilan birga turganda chaqchaq qilinsa yoki ishq muhabbatga doir gaplar bo'lsa, qizirib yerga qaraydi. Ammo ko'nglida yana shundoq so'zlarning qilinishini kutadi, anglag'usi keladi. Yana shundoq so'z chaqchaqlar qilinsa, viyay deb qochidi. Orzusini, maylini, hissiyotini yoshiradi. Og'zidan chiqarmagan bilan muhabbatga berilishi yigitlardan kuchliroq bo'ladi. Ammo og'zida shundoq ishlarga o'chlik qiladi. Sat tetiqsiz deydi. Yigitlarga boshqa qizlardan xat-xolta, yog'liq kelsa, ishchi tarliq qiladi. Rostini aytganda chidamaydi. Qiziq yeri shuki, yilqi qizirib yerga qaragan gaplardan necha hasi ig'ir gaplarni yigitlar yo'q yerda bahuduk qilaveradi. Satni unutib qoladi. Mana ularning o'zaro gaplariga quloq solinglarchu. Bizning yigitlarimizning beshini-chu shahardagi noynoqlar qaydirib bo'ldi. Texi 2 mingdan mangmay turiblar, xat-xoltlari, yog'liqlari kelgili turdi o qiylinlarning. Yandagi kasbning qadri yo'q degandek, bu nimalarga shularla o't ko'rinadi. Bo'ldi Hajar yoshirma, oqshom suvning yoqasida o'ltirib, Ilyos bilan pichirlashyotding-ku, dedi Rayhon qo'l yog'liqini echib silkib shamoldatib. Qizlarning birsi gap qistirdi. Texi yog'liq beradigan holga kelmabdi-da. Hammasi qaqoqlab kulib ketdi. Bunda qattiq kulgan chaqlarda Rayhonning o'ng chekisidagi totuqi bilinmay qoladi. "Voy jon, u Ilyos degining kashkicha urushning gapini qiladi ekan, dunyoda boshqa gap qurib ketgandek", deb yuzini o'ridi Hajar. Qizlar yana kulishdi. "Dunyoga kishi urush qilg'ili kelmaydi, boshqa ishqimi keladi desang bo'lmamdi. Undaq desam, o'tirqida o'rnidan turib ketib qolar edi, oram yenimda o'ltirg'izganda." Qizlar texmi qattiq kuldi. Qizlar go'zal sayram yoqasida turishib, kulkilik ham azobliq gaplarni qilishayotganda, ularni tomoqqa chaqirib, birsi qo'lini pulanglatdi. Kun tog' kayniga o'tib ketdi. Sayram bo'yi tabiatning kun o'ldirish oldidagi go'zalligiga cho'mildi. Tog' shamollari, dal-daraxt va yangidan ko'kirib chiqqan o't cho'plarning suz puroqlarini dimoqqa uratdi. Qizg'uch holrangga kirgan bulutlarning girvaklari ko'zlarni qamashtirib, odamda ajoyib nozik, yiqimliq tuyg'ularni uyg'otadi. Sharqiratmalarning ovozlari barg'an sira oshkora olinadi. Bu go'zal ko'rinishlar, esil puroqlar, nozik ovozlar jangchilar xotirasidan heleli bo'lib o'tgan qonliq urushlarni unutildiradi. Jangchilar tomoqdan keyinla chang to'zdan qon dog'lari bilan bulg'angan kiyim-kechaklarni qiqishdi va yuz ko'zlarini yuvish uchun ko'l bo'yiga minishdi. "Yur varisjon, ko'l bo'yiga", dedi Botir G'ozi. "Oshinlaring bergan yog'liqlar bo'lsa, elib ol, puraymiz." Ikkisi tuvanga o'z gavdalarining salmoqi bilan yugurib degidek tushib ketdi. Varisjonning maydasidagi fidoilik, Botir G'ozining botirlik, fidoilik medallari pulanglab jiranglaydi. Birdamdala ko'l bo'yini jangchilarning vangchonglari qoplab ketdi-da, ko'l yoqasiga qo'ngan yovi o'rdaklar puruldab, qoyoqlarga durib uchib ketishdi. Kech kirib, atrofni nam havo qoplagan chog'da
Nizomiddin batalyon komandirlarini boshlab yog'och uydan chiqib keldi. Dili qattiq bu polik komandirning kelishgan qomatlik gavdasi, surlik chiroyi, ravon va o'tkir so'zlari kishida uningga o'q tegmaydigandek g'alitili bir tuyg'uni paydo qiladi. Buni dalillagandek ko'ksidagi botirlik, sadoqat medallari parqirab turadi. U salmoq qadam tashlab egizrak yerga chiqdi-da, sharq tarafni ko'rsatdi. Dushmanning bir batalyoni ana o'sha sayramga usib kirgan tog' atrofida, zambiraklari ko'lning chetidagi kichik orolga, butxonaga o'rinlashtirilgan. U yer bu yerdagidek o'rmonliq emas, taqir tog'. Shunga hujumni kechida soat 0 da boshlaymiz. Anvar so'radi. Hujum qaysi yo'nalishda bo'ladi? Aldirma, dedi polkovnik uningga qarab. Xudo seni dedim, texi ba'da seni demedim. Hozir so'zlayman. Boshqalar kulib ketdi. U yerga hujum qilish burunqisidan faqat vaqt jihatdan o'xshamaydi. Qolgani o'xshash. 3 batalyonimiz tosh yo'l yaqisi, tog' bag'ri va usti bilan qopsab, u yerga yiqilishib hujumga o'tdi. Sharq taraf dushmanning qechishi uchun o'chiq qoldirildi. Qechib chiqqan dushmanni bir batalyonimiz lan sazo og'zida o'q tutdi. Shuning bilan dushmanning bir polik askari kuchi talto'kis yo'qitildigan bo'ladi-da, u tayga to'sovsiz yetib berishi mumkin. Komandirlar tarqalib ketgandan keyin Nizomiddin yana sharq tarafga, bugun kecha hujum qilinadigan tochkaga nazar tashladi. Zambiraklar joylashgan ko'l chetidagi orolcha va uning atrofi qora kura bo'lib ko'rindi. Oraliqni mo'lcharlab yurish qilish vaqtini, shu yerning sharoitiga muvofiq harakat taktikasini, rotalar, vezovotlarning ilgirlash yo'linishini uzoq o'yladi. Uning o'ylari barxan seri bugungi hujum tochkasidan halqib bormoqda edi. Yurishga otlandik. Yurishimizning jangovarligini birinchi g'albimiz dalilladi. Safarimiz uzun. Shimoliy frontda bo'lamdiq, o'ttir yo'nalishda bo'lamdiq. Buni hozir bir nima deb bo'lmaydi. Tarixning yuklangan vazifasi, xalqning asrlik orzusi bizning harakatimiz. Urushimizda to'liq ado qilinsa, yurishimiz to'xtashi mumkin. Yurishning jangovar yurish bo'lishiga kepillik qilg'ili bo'lamdi. Urushimizning hammasi ko'ngildagidek bo'lavermaydi. G'albilik urushlarmi, mag'lubiyatlik urushlarmi bo'ladi. Lekin oxirgi navbatda kimning yengishi hammani hal qiladi. Yurishimizning jangovarligi yoki jangovar emasligi shu chog'da belgilandi. Ammo yurishimizning jangovar yurish bo'lib, tarixda qilishni istaymiz. Bu yo'lda jon fido qilamiz. Kishi oxir o'ladi. Mushundoq ulug' niyat yo'lida o'lsak, nima armon? Sepimizga uyushqanlarning ba'zilari bir nechadan bolalarini tashlab, ba'zilari yolg'iz o'g'il bo'lsa-mu, onalarining ko'z yoshiga qaramay, ba'zilari muhabbatlik yori jononlaridan qiyib, mush yergacha yurish qilib keldi. Yana yurish qiladi. Buni tushunish kerak, chonqur o'ylash kerak. Miltiqni qandoq etishni, qandoq yurishni, qandoq yugurishni, qandoq yetishni, hujumni, mudofiani, qisqasi, to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib berish kerak. Bir jangchi xato yo'nalishda harakat qilsa, o'zi tugaydi. Men yo'nalishni xato ko'rsatsam, po'lik tugaydi. Buni hisobga olmasam bo'lamdi. Jangchilar misoli bir qo'runi tushunsa, men bir mahalni tushunishim kerak. Uning chiroyi barg'an seri jiddiylashib, qo'yuq qoshlari tik-tik bo'lib, ko'zlarining atrofida ushshoq qo'riqlar ko'paymoqda edi. Shu holda u xeyli turdida, ondan ko'zini janubdagi oqvosh tog'larga, g'arbdagi qorag'oyli qoptonlarga tikdi. Shu chog'dala u yenik nafas elishga boshladi. Chiroyimi asta-asta echildi. Ana, yog'och uyning kaydida, yontuluqdagi chimliq ustida 3 jangchi yonboshlab qiziq qorong'i tushgan. Oq seriq yuzlik, ko'zi qora, qisqa burut qo'ygan. 22-23 yoshlar chamisidagi Abduvali ismli yigit avtomatini yeniga qo'yib, yenidan tamaki xaltasini oldi. Xalta nihoyatda chiroyli gullab kashtillangan edi. Pah, bagan tamaki xaltasi mush ekanda, dedi Jamoliddin kulimsirab. Shu, dedi Abduvali ulug' kichik tinib. Ular tamaki yugashdi va tamaki xaltasini qo'ldan qo'lga elib ko'rishdi.
Arash tutash turgan tamakisini qattiq sho'rab, eg'iz burundan quyuq is chiqarib, "Qani Abduvali, sirlaringni to'liq anglayli. Bu yaldamining tarixini bizmi o'qib boqayli. O'lib ketsang, armonda qolmayli. So'zligina." "Qo'yinglar, bu uzun gap. Hali tugamaydi. Urush vaqtida." Jamoliddin da'vat qildi. "Urushmi o'z yo'li bilan bo'laverdi. Sening hikoyangni anglab beramiz. Har bir urush orliqi hikoyangni so'zlash mazgili bo'ladi. Qani boshlava." Arashmu Jamoliddinmu qistab turib oldi. Abduvali oxir kundida har qachon aslisa ham lazzatlanadigan, ham azoblanadigan hikoyasini zo'q bilan so'zlashga kirishdi. "Men 1943-yili Eli Millatlar gimnaziyasini tugatib, Sami yuziga o'qituvchilikka chiqdim. Bu yerda 6 sinflik bir maktab bor ekan. Bola tarbiyalash uning qadriga yetgan kishi uchun nihoyat ko'ngillik ish. Men Avat shahrida cho'ng bo'lgan. O'qigan bo'lsam-mu, bola o'qitayotganligim uchun sheg'illik, ko'rimsiz bu yezig'i mehrim tushib qoldi. Atagandan tortib kecha bir vaqtlargacha o'qitishdan bosh ko'tarolmaydim. Kunduzi bolalarni o'qitsam, kechasi yoshlarning, o'tir yoshlarning savodini chiqaratdim. Tez orada nomim chiqib, hammasi meni Abduvali apandi, voy Abduvali apandi deb turadigan bo'ldi. To'y-to'kin nazar chiroqlarga chaqirmay qolmaydi. Qilgan ajrining qadriga yezning sopdil odamlari ajoyib yetadi ekan. Qiziq yeri shuki, o'g'il tarafda xabar yo'q, qiz tarafda dumboq chapdi degandek, o'zimning xabari yo'q. Ba'zi onalar meni kuyovul qilib bilish ko'yig'im tushibdi. Shundoq kunlarning birida bir to'yga berib qoldim. Ko'pchilik bilan to'ydan uzab chiqib, o'yildi gap bilan bir oz turib qoldim. Bir chog'da qaro deganda qilib qoldi. Yoniga burilib qarsam, bir qiz menga kulimsirab qarab turibdi. Boshqalardan xijil bo'lib ko'zimni darhol qochirdim. Biroq yuragim jig' qilib qoldi-da, topinimdan bir o't kirib, beshimdan chiqib ketgandek, butun a'zoyi badanim yinib ketgandek bo'ldi. Qiz emasmi? Nemisini aytsizlar. Har qancha pari bo'lsa, shunchalik bo'la. Tushimmi bu, o'ngimmi bu deb qoldim. Chiqib ketib etib, kaynimga burilib boqaymi deb o'yladim. Biroq burilishdan xijil bo'ldim. Oxir qo'zg'algan hislarim xijilligimni yengdi. Qayrilib qardim. Qiz texchilimon qarab turibdi. U ko'zimga xuddi lavildab yinib turgan bir parcha o't bo'p ko'rinib ketdi. Xudini yo'qotgan odamdek o'zimni bilmagan holda asta yotoqqa qaytib keldim. Shu kuni juma bo'lib, maktab ichi jimjit edi. Qo'lim ishqa bormaydi. Asyodim heliqi ho'ldili edi. Oxir o'zimni jimlashga boshladim. Nimachi bo'p ketaman? Sarang bo'p qoldimmi? Bir qarab qo'yganga shuncha bo'p ketsam, ikki qarab qo'ysa o'ladigan o'xshamamdim. Men bir o'qituvchi turib, lekin bo'lmadi. Muhabbat degan mushu o'xshaydi. Men oshiq mashqlar yozilgan nurg'un kitoblarni o'qigan. Hikoya cho'chaklarni anglagan bo'lsam-mu, lekin muhabbatning mundaq sehrlik ulug' kuchiga ega ekanligini his qilmagan ekanman. Men sehrlik o'tning ichida qoldim. Bo'lmadi. Meni asir qilib olgan oq ko'nglaklik, qora ko'zli qizni surishtirishga boshladim. Bilsam, uning ismi Axtar buvi bo'lib, Shangyoning qizi ekan. Ammo buni gap yuragimga o'qtak tegdi. Qiz buningdan 2 yil burun o'qatdagi bir boyning daldush o'g'liga majburiy yotliq qilinib, nikoh kunining atisi uyga qochib kelib olgan ekan. Ota-onasi uni uy tutishga zo'rlaganda, mundaq majburlasanglar o'zimni qosh daryosiga tashlayman deb turib olib, uningdan qutulgan ekan. Shuningdan beri tul turib etibdi. Bu gap meni uningdan sovutdi. Uning ustiga qizning dadasini bilatdim. U o'tib ketgan mutassib, bo'rdak yovuz, qora ko'ngil odam edi. Men olaman, Axtar buvi tegiman degan taqdirdimi, dadasi meningdek gadoyning o'g'liga qizni berib qo'ymaydi. Biroq muhabbatning kuchi oxirgi navbatda hamma sabablar, ayblarni bir tiyin qilib etdi. Uningdan mehrini faqatli uzalmadim. Ko'zimga Axtar buvining kulib turgandan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Oyoqlarim hamon meni ularning beg'ining kayniga opirib qo'yapti. Axtar buvi ko'rinmasimi, turib qaytib kelatdim. Ko'zim kishilar orasidan hamon uni izlaydi.
Shundoq chaqlarda muni naqsha esimdan zodil chiqmaydigan bo'ldi. Kishilar orasida bo'yingni ko'rib qoldim. Aytmaganga bo'lmaydi. Men sana kuyib qoldim. Mushu naqshni chiqarganlarning dardiga shunchalik yetib ketdimki, shularni topsam, mundashsam deydim. Kunlarim azob bilan o'tmoqda edi. Bir kuni dars o'tib olsam eshik chekildi. Chiqsam, Axtar buvi turibdi. Mana, Xudo diliga soldi degan shu. Abduvalining hikoyasi ichiga kirib ketgan Jamoliddin hayajonlanib ketgan edi. Elimi yaxshi qizni ko'rib, o'ngdan qochishmabsan? Dedi Arashma qiz. To'xta, elimi oz qoldi. Dedi Abduvali hikoyasini davomlashtirib. Nima qilarimni bilmay qoldim. Putlarim dirildab, tillarim kalvolishib, tuzuk gapmi qilolmadim. Bu mening inim bo'ladi, dedi u o'tliq ko'zlari bilan menga beqib. Shu chaqdala uning yanida mening o'quvchim, uning enisi turganligini bayqadim. Sho'xlik qilgan o'xshaydi, endi qilmaydigan bo'ldi. Agar menga ishonsangiz, sinfingizga kirgizing. Uning enisi sinf bo'yicha intayin sho'x, do'dan, boshqalarni oni topadigan, dars o'qimaydigan 4 bola edi. Men maktab tarbiyasi bilan oila tarbiyasini birlashtirish uchun bolani onasini boshlab kelmasa o'qitmaydiganligini aytib, sinfdan chiqarib o'tgan edim. Axtar buvining menga ishonsangiz degan gapini anglabla hech qanday shart qo'ymay, ma'qul, sinfga kirsin, deb tipdiman. Axtar buvi mening huduqib ketganimni sezdi, atimolim kulimsirab ko'zimning ichiga bir qaradi-da ketib qoldi. U maktab qo'rosidan chiqib ketguncha kangdan qarab qopdiman. Umi chiqib ketadigan chaqda burilib kayniga bir qaradi. Yuragim texim o'ynab ketdi. Sinfga yenib kirdim, lekin dars o'tgidek holim yo'q edi. Bolalarni kitob o'qishga qo'yib berdim va o'ltirib o'z-o'zimni ayblashga boshladim. Men nima degan dod, ha? Mana men deb oldimga kelgan odamni ikki eg'iz gap bilan chekib boqsam bo'lmasmiydi? Mundaq fursat osonlikcha qo'lga keladimi? To'xta. Mundaq dodlik qilavermay, bir chora topay. Darsdan keyin uning enisini chaqirdim. Boya unutib qopdiman. Menga berib padanga et. Kepilli xat yozib berib kelsin. Kelmasa, senmi kelma, dedim. Tushdan keyin o'quvchilar ketishdi. O'qituvchilarmi bir-birlab tarqilib, maktab ichi xuddi meni orom xudo so'zlashib olsin degandek bo'shliq qoldi. Omadim kelyotdi deb xushlandim. Biroq Axtar buvining qarisi ko'rinmaydi. Bo'limga kiratdim, qo'rg'iga chiqatdim. Ko'chalardagi oyoq tebishlariga quloq solatdim. Texchi kelmayotganligiga tit bo'latdim. Shundoq azodi yolg'iz payt qo'ldan ketib qolamu deb ansiraydim. Kech kirib ketsila maktab ichi savod chiqadiganlar bilan to'lib ketadi. U chaqda uning kelganining nim foydasi? Yo'q. Uning menga ko'rsatgan qiliq xuluqlariga qaraganda cho'qim keldi. Umi payt izdavotidi. Men shundoq umidli o'y-xayollar bilan o'z-o'zimga tasalli berib, tashnoligimni bosatdim. Biroq kun o'ltirib ketib boradi. Umidlarim o'sha o'ltirib ketib qolgan kundek yo'qolishga boshladi. Men uning yo'liga qancha talmirib intizor bo'lsam-mu, u baribir kelmadi. Kech kursiga keldiganlar ko'rinishga boshladi. Xat. Enisini ati sinfdan qo'g'lab chiqarmasam deb o'yladim ichimda. Jililikda qanday qilib dars o'tganligimni bilmayman. Ba'zilar, "Apandim, tog'ingiz yo'qmi nima?" degandalar o'zimga keldim. Savod chiqadiganlar ketdi. Al yotar chaq bo'ldi. Hech xushaqmaydi. Qo'limga kitob olg'im kelmaydi. Yotqimga chiqib, yotayda turishimga tuyuqsiz eshik chekildi. Yuragim qinidan chiqib ketishga oz qoldi. Cho'chibmi ketdim. Titirgan qo'lim eshikni ochdi. Axtar buvi xuddi 14 kunlik tulum oy tog'lar kaynidan chiqib kelgandek yotqimga kulimsirab kirib keldi. Qara bu qizning payt deb kelgan vaqtini aqlliqkan joma. Davati Jamoliddin va qo'lining olqonlarini bir-biriga surkidi. Abduvali hikoyasini davomlashtirdi. Vaqtida kelmadim, xafa bo'lmagansiz apandim, dedi qiz. Axtar buvini ko'rib, boyiqi ochiq xafaliqlarim xuddi to'zoqdek to'zib ketdi.
Kelmaganligingizga qarab, o'zim boraymikin deb edim. Viye, dadamning mijozi bek eski, bag'am bo'lsang surib chiqatdi. Siz-chi? Sizmi surib chiqatdingizmi? Men xushal bo'latdim. U muloyim qiyofatda yerga qaradi. Men nima deyishimni bilolmay qoldim, lekin so'zsiz jim o'ltirish afsiz bo'ldi. Bo'ldi. Xat yozib bermasingizmi bo'ldi? Eningizning sho'xligi chog'liq gap. Axtar buvi meni izzat tarqizib kulyapti. U o'zini tutib olishda ammo mendan ustun turadi. Biroq menmi enimda sho'x. U yalt qilib ko'zimning ichiga qaradi. Menmi ma'nilik gapini tushundim. Har qanday sho'x odamni tuzalayman. Qanday qilib? Mana mundaq qilib. Uning yumshoq, oppoq qo'llarini tutib oldim. Yuragimga o't ketgandek bo'ldi. Yoraysan Abduvali, jur'at tikkansan. O'diqib ketganing bilan senmi paytni qo'ldan bermabsan juma, dedi Orashmo qiz. To'xta, jur'at tixi oldimizda. U qo'lini tortmadi. Endi qanchalik jur'at qilsam bo'ladigandek edi. Ammo endiki jur'atimga u yana yo'l ochdi. Mening qo'limni odam qilganingiz bilan o'zimni odam qila olmaysiz-da, dedi u bolalarcha arkilab. Bu gap bilan talpinib turgan yuragimning tashnoligi eshib, hayajondan titrab ketgan qo'lim uning nozik belini tutdi. Abduvalimu, o'ng'uchilamu yil o'rilgan bu ishdan go'yo heli bo'layotgandek qandoqdir bir huzur his qilishdi. Sayram bo'yiga tunning qor pardasi asta-asta yepildi. Yulduzlar jimirlashqa boshladi. Yog'ish uydan Nodam chiqib keldida Jamoliddinni chaqirdi. Hikoya shu yerda uzilib qoldi. Qo'mondonlik bizga bugun kecha botxona atrofini razvedka qilish vazifasini topshirdi. Hozir otlanamiz, dedi Nodam. 10 minutdan keyin Nodam boshliq 3 nafar otliq razvedkachi tog' bag'ri bo'ylab yo'lga chiqdi. Ikkinchi bob. Qo'shin yo'lga chiqdi. Tog'lar orasida birdan o'rlab, birdan pastlab ilgirlayotgan qo'shin bugun 3-kunga qadam qo'ydi. Shiddat bilan ilgarilash Sayram yoqasida bo'lgan urushni jangchilarning esidan ko'taribdi. Amdi ularning butun vujudida olg'a ilgirlash tuyg'usi yongan edi. Oyoqlardan ko'tarilayotgan gupirlagan ovoz, qo'shinning keyinda kelayotgan harvalarning g'ichirlishi xeyli yerlargacha anglanadi. Polikning hamshira qizlari o'z qismlarida bir rat tuzib qadamlarini tekshi elib ketib boradi. Ularmu boshqa jangchilarga o'xshash o'ng murisiga miltiq osgan. Belida suv qochisi va o'qdan. Biroq so'l murisida beg'idan o'tkazib olgan doktorlik sumkasi bor. Bahor go'zalligiga turkangan tabiat husniga qiziqishi. Hissiyotchanligi bilan ular boshqalardan farqlanib turadi. Ikki yoqdagi tog'lar va yo'lning chet-cho'rilaridagi o't-cho'plar ham dastlab echilgan ko'rimsiz tog' gullariga ular hammadan ko'proq sap soladi. O'q ovozlari anglanmasa, shular haqida gap qilishadi. Rayhon bahorning xushpuroqlaridan, illiq shamollardan qo'zg'algan tuyg'ularga cho'milgan holda sapdoshlariga aytqili bo'lmaydigan lazzatli xiyolda edi. Derizalariga havorang pardalar tortilgan uy bo'lsa, uyning o'ttirsidagi ustalga sirinkul chilangan qochi qo'yilsa, Nodam bilan ishdan yenib kelib, shu ustalda qarma-qarshi o'ltirib choy ichsa, quchoqdagi qizi gulga talpinsa, uning xiyollari toshqa putlashib ketish bilan uzildi. Gupildab yurayotgan qo'shin yilon bag'ridek agir yo'lda bir jira bag'ridan pastlab ko'zdan g'oyib bo'lsa, ikkinchi jira bag'ridan o'rlab chiqib paydo bo'ladi. Yo'lning uchi ko'rinmaydi. Bu yo'llar qadim yo'llar. Asrlardan beri to'gi karvonlari, otliqlar saplari bu yo'llardan uzilmagandi. Yo'llarning o'rni o'zgarib turgan bo'lsa-mu, lekin o'tkinchilar besilmagandi. Taroncha harvonlarning bu yo'llarni besayotganiga uzoq yillar bo'ldi.
toshyo'l bino bo'lgandan beri bu yo'llar jonlandi. O'tkinchilar ko'paydi. Aymanmay harvalarga esiladigan och bo'rilar mashinalarning gurkirishidan oliqsadi bo'lib, yiroqlarga qochadigan bo'ldi. Shuningdan keyin oxiri yo'qdek ko'rinadigan bu yo'lda harvalarning g'ichirlishi, mashinalarning gurkirishi, odamlarning vangchungi ko'payib, g'amkinlik, o'mcharash g'oyib bo'lib ketdi. Och bo'rilar, to'p-to'p yuradigan uchqur kiyiklar ko'zga kam cheliqadigan bo'ldi. Bu yo'llar, yo'lning ikki yoqasidagi tog'lar o'z tarixida qismi qismat, karomat va bir-biriga o'xshamaydigan ruhiy holatlarni ko'rib keldi. Qaysi kunila g'arbga mingan mashinalar kolonnini ko'rgan. Mashinadagilar o'pchorisiga, tog'lar orasiga ko'zlarini parqirtishib, ansizlik bilan qarashgan. Ba'zilari titragan, ba'zilari ko'zlarini ching'ida yumib olgan. Lekin ular qaytishmadi. Bugun boshqacha bir sapni ko'rib o'tdi. Bu sap piyoda sharqqa ketib boradi. Bular aloqzodilikka tushmagan. Atrofiga ansizlik bilan boqmaydi. Bog'larning qirliq cho'qqilariga, qandoqdir bir narsalar shakliga kirib qolgan yo'g'on toshlarga, qorayib ko'ringan o'nkirlarga qiziqib qarab, tabiat hunarlariga hayron qilib ketib boradi. Texi bular nimalarnidir deyishib kulishdi. Yonlaridan chiroyli gullab tikilgan tamaki xaltalarini, bir chetiga yurak surati kashtalangan qo'lyaqliqlarni bir-biriga ko'rsatishdi. 2 soat yo'l yurgandan keyin polik to'xtab dam oldi. Gupildigan ovoz, harvalarning g'ichirlishi besildi. Kunning ko'tarilishi bilan yuzlarga urilayotgan izg'irin shamol to'xtadi. Kunning qiziq tapdi birdamdala toshlarni qizitishga boshladi. Jangchilar yo'lning ikki yoqasida o'ltirishdi. Ba'zilari yonboshladi, ba'zilari sunaylab yotdi. Harvalarga besilgan non, sayram yoqasidagi yog'och uylarda pishirib elingan go'sht, batalyon rotalarga, vizot gruppalarga tarqatilishga boshladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 2 qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar. Qozoq bolasiman deysan, go'shtning ta'mli yerini bilamsan. Bilmaychi, bosh yonbosh bilmaydi ekansan. Eng tasliq yeri yeriga tegmaydigan bo'yni bo'ladi. Dushmanning oldi potaylarini gum qilmay turib, hujumga o'tish bizni avvalgi mag'lubiyatga olib boradi. Shunga barliq kuchimiz, zehnimiz, g'ayratimiz dushmanning birinchi qator potaylarini yemrishga qartilish kerak. 8 mashina sangli shundoq necha bo'lib ko'ringani yo'q g'oyatga. Muhimi, Gomindan qismlarigami shundoq necha bo'lib ko'rindi. Shunga ular badar qochdi-da. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilham Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor Xo'pur.